رسول الله حبيب الله نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmetini qovlanğan şeytanın huzur ketişinden Allah'a sığınıp panoh talab qilman. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Silib özünə bütün kainatını yaratqan, silib özünə dünya və ahiretlik, nicatlik yolu bulğan, haq dini, İslam diniga hidayet qılğan, qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz hamdlar olsun. Alemlerge rahmet qilib avatilgan, barliq kainatın sardori bo'lgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah bilan birga haq dinni yetkizish yo'lida hech narsani aymay jihad qilgan barliq sahobalarga, ularning yo'lida izchil qiyomat kun qadar davomlashib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allah'ın rahmeti ve selamı olsun. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Biz bir qancha kun ilgari o'sha Janob Rasulullahning hayot tarixi haqidagi Rahiqul Maqtum nomli o'sha sirat haqidagi darsni boshlagan edik. Biz yana shu darsimizning davomini davomlashtirish uchun bugun bu so'rinda o'tirib Biz tünügün muş Araplarınki Cenab-ı Resulullah peygamber kılıp evatilmiştin ilgiriki aldı keyindirde aqid qilib kelayotgan diyanatlara haqqida to'xtalgan edik. Biz şu Araplarning din diyanati haqidagi darsimizning davomini bugun boshlaymiz. Araplarning orasida bir ishqa iroda bog'ligan vaqtida yoki bir safar qilish ishlari yoki o'zaro bir turmush qurish, to'y ishlari bo'lsin, shunga munosabatli muhim bir ishlar bo'lsa, ularning orasida bir o'q, yana pal selish, ayda bir odatlari bor edi. Mana ularningki bir pal o'qlarining ustiga birsi na'am, yana bo'ludi, la bo'lmaydi, yana birsi G'ublun, yana ish narsa yo'q, ayda bir 3 xil xat, yani ikkisiga xat yozilgan, birisiga xat yozilmagan, ayda bir o'qlarning o'zini selish orqali o'zininki qilmoqchi bo'lgan bu ishininki muvaffaqiyatli bo'lish, o'ngishli bo'lish bo'lmasligi qarta bir pal elib, yaxshilikdan bisharat yoki yomonlikdan bisharat elib, ondan keyin ishini davomlashtiradigan ya shu ishdan to'xtaydigan bir xil faoliyatlar bor edi. Biz bugungi darsimizda shu faoliyatlar haqida to'xtalamiz. وكانت العرب تستقسم بالأزلام والزلم القدح الذي لا ريش له وكانت الأزلام ثلاثة أنواع. Arablar muş pal o'qlarni salat. Bu yergi zalam degan lug'at ma'nosida al-qadhullazi la rishala. Uni hech qanday pay yo'q. Bunda al-o'qyaning yaning o'qiga o'xshash bir o'q. Bu aslan, bu pal o'qlari shu xil turda edi. الأول نوع فيه ثلاثة أسهم أحدها نعم وثانيها لا وثالثها غفل كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما فإن خرج نعم عملوا به وإن خرج لا أخره عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى وإن طلع غفل أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الأولين.
Mana bu pal o'qlari 3 xil turda bo'lib, birinchi tur, bu birinchi turda 3 tal o'qiyaning o'qi bor edi. Bu 3 tal o'qiyaning o'qining birisiga nam bo'ladi. O yeni birinin ikkinchisiga Allah bo'lmaydi. O 3 tal o'qining uchinchisiga g'uflun. Hech narsa yo'q. Ayda xat yoziladi. Kanu yastaqsimuna biha. Ular mushu 3 tal o'q orqali o'zi xohlagan bir ishlar haqida falsoldi. Masalan, safar qilish, nikoh qilish, shu ikkisiga o'xshash. Agar na'am bo'ladi degan mushu xat ba'digi o'q chiqib qolsa, unga amal qilib ishini davomlashtiradi. Agar la degan xatlik o'q chiqib qolsa, uni o'zining yondirg'i kelarchiligi kechiktiribdi. Hattoki shu kelarchilik yana bir qatim shu alqa pal o'qlarning qashig'i kelib qolsa. Va in tala'a g'uflun. Agar hech qanday xat yo'q bo'lgan o'q chiqib qolsa, ular bu alaka pal o'qlarni qaydadan soladi. Avvalgi ikkisining biz chiqish uchun. Ikkinchi turi esa uningda liya, o'qul, yaq degan xatlar yoziladi. Üçüncü turi bo'lsa uningda minkum, ya min g'ayrikum, ya mulsib degan iboratlar yoziladi. Andikin ular ma'lum o'zaro bizning nasablari haqida shikoyat qilsa, uning dadisininki aniq bo'lmagan, mushundaq aniq bo'lmaganlik haqida shikoyat qilgan bo'lsa, shu bir odamning o'zini Ubal nomli qutning qashig'iga etkiladi. Hem 100 dirhem ve bir qancha tugularni etkiladi. Ular bu dirhemler, 100 dirhemni bu tuguni shu pal o'q septirdigan shu falchining o'ziga berdi. Agar minkum degan pal selib, minkum degan mushu pal o'q chiqib qolsa, mana u alaka nasibi haqida shikoyat qilgan, nasibi aniq bo'lmagan shu kishining o'zi ularning orasida yuzlik obro'li kishiga aylanib ketdi. Agar uningga min g'ayrikum deb chiqib qolsa, uning bilan yana qanday qildi, yana ittifoqdosh, yana do'st bo'lib ketdi. Agar uningga mulsiq, yana shuning nasibi aniq emas deganni ifodalaydigan mulsiq degan iborat chiqib qolsa, shu xat yozig'liq o'q chiqib qolsa, u yana ularning ichida nasibi aniq bo'lmagan, haromdan bo'lgan degandek shu nom atoq shu tuhmatning ichida shu altida yashaydi. Uning na nasibi yo'q, boshqa odamlarni do'st tutmaydi. Moshunga mushu qimor, mushu o'q, pal o'q selish ishlari yaqin bo'ladigan, ya'ni u bo'lsin qimor turlarining bir turi, moshunga tuvangi faoliyatlarga yaqin bo'ladi. Kanu yaqtasimuna fihi lahmal juzur allati kanu yataqamaruna alayha wa zalika annahum kanu yashtaruna al-juzura nasi'atan فينحرونها ويقسمونها 28 قسما أو 10 أقسام ثم يضربون عليها بالقضاح وفيها الرابع والغفل فمن خرج له قدح الرابع فاز وأخذ نصيبه من الجزور ومن خرج له الغفل غاب وغرم ثمنها. Ular mushu pal o'qlar orqali mushu o'zlari qima o'yin shaklida o'ynagan bir tuyg'uning go'shtlarini parchalaydi, taqsim qiladi. Ya'ni shunday bo'lishi cho'qim ular bir tuyg'uning o'zini nesiga setib olib, andikin uni bo'g'izlaydi, uni 28 parchaga bo'ladi yoki 10 parchaga bo'ladi. Andikin uning qarta pal o'qlarining o'zini soladi ve o pal o'qlarining ichida ar-robih, yine paydaga erishguchi degan xat yozilib bir o'q bor. Andikin val g'ufla, bu quruq, hech narsa yo'q degan bir pal o'q bor. Faman xarajalar, kimga chiqsa o kishining o'ziga
bu alaka arvabih degan xat yazıqlıq fal oqib chiqsa hozir o öz maqsadiga yetgan bo'ladi, tutgan bo'ladi. O o'zining tugidan bo'lgan nasibisini oldi. Kimki onunğa al-g'uflu hech narsa yo'q, quruq degan xat chiqib qolsa, o ziyon tortdi, o tugining pulisini shu to'lab shu tugining pulisi uningga otiladi, qarz qilib yuklanadi. Wa kanu yu'minuna bi akhbaril kuhna. Ularning kahinlarning, arablarning, falchilarning, munajjimlarningki bergan xabarlarga ishonadi. Kahin deganimiz kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan ishlar haqida xabar ma'lumotlarni berish ishlari bilan shug'ullanayotgan kishi kahin deb ataladi. Kahinlarning ishidan o'zlariga jinlardan ergashadigan bir jin ergash kuchlarining borlig'ini da'vo qiladi. Ularning ishidan o'zlariga berilgan bir tushuncha fahmi orqali g'aybni bildiganligini da'vo qiladigan kishilar bor. Ularning ishidan oldin mushu o'zlaridan so'rab kelgan yoki uni qilish yoki uni qilgan qilmishi yoki uning ahvolidan shu ishning tushadiganligi dalil surib keladigan oldin bir muncha sabablarni muqaddimatlar bilan bir muncha ishlarni biladiganligini da'vo qiladigan manda kishilar bor. Mana mushu turdagi kishilar buni arab deb ataladi. Bu arab degani oldin bir narsalarni biladi degan ma'noni ifodalaydigan atalg'i bo'lib, mushu ism mush o'g'irlangan mol-mulkni bildiganligini, kimning o'g'irlaganligini va makoni sirqa o'g'irlangan mulkning tiqib qo'ygan o'rnini biladiganligini, yutib ketgan molni nerede kim olganligini bildiganligini da'vo qiladigan kishilar bor. Mana bu kishilar arvoh deb ataladi. Munajjim deganimiz yulduzlarga yoki osmondagi planetlarning o'ziga nazar solib qarab, onun mengish va uningki belgilangan vaqt joylari, soat manchida faloni vaqtimizni faloniga turib keladi, ustaniga turib keladi, faloniga turib keladi deb shu yulduz planetlarningki mangan vaqtlarini hisoblab, u orqali kelgusida yuz beradigan dunyoning ahvoli, dunyoning hodislarini bilish uchun yulduzlarga nazar solib, nazar tashlaydigan hem bildiganligini da'vo qiladigan shaxslar munajjim deb ataladi. Mana bu arablarning e'tiqod aqida jihatdan shu darajada chirkinlashgan, mushundaq kahinlarga ishonadigan, munajjimlarga ishonadigan, falchilarning fallariga ishonadigan, ashundaq e'tiqod aqida jihatdan chiriklashib, mushundaq qaymoqib tushgan holatlar bor edi. Mana mush holat bizning payg'ambarimizningki payg'ambar qilib dunyoga avatishni talab qilgan, to'tkizuvlan kutgan, taqozo qilgan. U payg'ambar alayhisalom orqali bu jamiyatning e'tiqodi, axloqiy jihatdagi bu chirkinlikning tuzilishini talab qilgan edi. Munajjimlarning xabar ma'lumotlarini tasdiq qilish, u mohiyat jihatda yulduzlarga aqida qilish, yulduzlarga ishonishni bildiradi. Ularning yulduzlarga ishonishlarining jumlasidan anva, yana anva nomli yulduzlarga ishonish. Ular deydi mutrina binavi kaza va kaza. Falani turidagi yulduzlar sababli biz yomg'ir yog'dirildik degan aqidalar bor. وكان فيهم الطيارة بكسر ففتح وهي التشاؤم بالشيء وأصلها أنهم كانوا يأتون الطير أو الزبية فينفرونه. Ularning ishida bu shumpallik, yani tani sira o'qish bilan undan keyin yani zavar o'qish bilan. O ma'lum bir narsa bilan shumpalanish. Onun əslisi çoxum ola, ma'lum bir uçarlıqның qaşığı kelib, yoki bir kiyikning qaşığı kelib, ular o kiyikni yoki uçarlıqni ürkütib uçurdu. Eğer bu uçarlık yoki kiyik o'ng tarafni tutib
mangan bolsa, özlerinin məqsəd qılğan fəaliyyətlərini davamlaşdırdı, məqsədiga davamlaşıb mağdı. Onu bir yaxşılıqdan bişarat deb hesablaydı. Eğer bu uçarlıq yoki kiyik sol tarafını tutup uçup mangan bolsa, bu işiden darrov yanıtı, onundan bir xil shumluqni his qildi. Shumluq deb hesablaydi. Ular shuningga o'xshash shumluq, shumpal olibdi. Eğer ularning mengayotgan yo'liga bir hayvon yoki uçarlıqlar to'g'ri olib turib olsa, onundan bir xil yomonlikdan bishorat bilib, bu şu işine joyida to'xtatdi, bundan shumpal olibdi. Yani mushu faoliyat, mush aqidalariga ularninki o'zlaridan ayrilmay, o'zlarining bo'yonlariga yoki qo'llariga to'shqonning huşqini esvelishtirimi mush faoliyatlariga yaqin bo'lgan bir e'tiqodiy turdagi faoliyatlar edi. Demek bu to'shqonning huşqini esvelish e'tiqod aqidalari bizning xalqimizga azroq singib kerak. Mush qima so'rinlarda qima ovozining o'zi to'shqonning huşqini quliga esvasa yoki bo'yniga esvelib, qima assa davomli omad keladi, davomli bu qimoni utidi deydigan bir aqida e'tiqodlar bizning xalqimizga singib kerak. Mana bu Arablarninki payg'ambar kelishdan ilgirki Arablarga singib kirgan, Arablar umumlashgan bir xil e'tiqodiy ko'z qarashlar edi. Hem bir qism kunlardan, bir qism oylardan, hayvonotlardan, o'yli uylardan, ayollardan shumpal oladi. Masalan, bizning xalqimizning ichiga bir qism mush kunlardan shumpal olingan e'tiqodlar bor. Masalan, seshanba kunlikda ish boshlansa bo'lmaydi. Bu seshanba kuni bütün Allah yomon ko'rgan, Allah yoqtirmaydigan, Allah g'azab qilgan ishlarning hammasi seshanba kuni yaratilgan. Bu seshanba kuni ish boshlash, seshanba kuni cho'ng-cho'ng ishlarni tutish qilish, bu yaxshi emas deydigan bir xil shumpallik e'tiqod aqidalari, ko'z qarashlari bizning xalqimizga singib kirgan. Bu e'tiqod, bu qarashlar bizning xalqimizda azroq bor. Mana bu Arablarda ayda kunlardan, oylardan, hayvonotlardan, o'ylardan, ayollardan shumpal oladigan mundaq aqidalar, e'tiqodlar umumlashgan edi. Hatto bizning yurtlarning o'zida bir xil hayvonotlar yoki bir xil ayollardan shumpal oladigan ishlar bor. Ma'lum bir oilaning o'ziga yangi bir kelin yo'tkilinib kirgan bo'lsa, shu kelin yo'tkilinib kirgandan keyin shu oilaga ma'lum bir sinoq imtihonlar yuz bergan bo'lsa, mana mushu kelinninki mush ayolning oyog'i yarashmadi. Mush uyga mush kelish orqaliqlarkim bizga mushunda falokatli keldi deydigan aqida e'tiqodlar yoki ma'lum bir hayvonotlar yoki qo'y, kala degandek biznesning o'zini yoki ot, eshak hayvonning o'zini setib olib uyga akelgandan keyin uzun qolmaylarkim oilada ma'lum bir musibatlar, ma'lum bir sinoq imtihonlar, falokatli yuz bersa, mana mushu hayvonninki bu ailege puti yarashmadi, qo'li yarashmadi. Mush hayvonning kelish sabablik mushunda falokatliga, mushunda musibatlarga, qiyinchiliklarga uchirdik deydigan aqida e'tiqodlar hala bizning xalqimizda saqlanib kelaylik. Mana bu e'tiqod aslida Janob Rasululloh payg'ambar bo'lib kelishdan ilgari Arab xalqida izchil umumlashib ketgan, ularning eng muhim bir e'tiqodi, aqida, diniga aylanib ketgan bir masala edi. Hem yana vel i'tiqodu bil adaviyya vel hammat. Yana ma'lum bir kasalliklarning yuqumlanish, e'tiqod qilish. Andaki müşk yapılaq deydigan bir uçarlıq bir qush var. Şu qushqa aqida qilish. Man şu qushninki oila atrofida aylanib, asha sarg'anligini ko'rsa, mana bu qushning o'zi mush oilaga bir halokatni yoki bir o'lim xabarini aytganda deydigan e'tiqodlar bor edi. Yana hamat degandan keyin bu cho'l jangallar uchib yuradigan bobat.
Yani müşk yapılaq. Hem deydir bu hayvanın özü suda yoki uskuni. Mening tashnalığımni qandiringlar, mening ussizligimni qandiringlar, mening talabimni qandiringlar deydi. Qachoniki o'zining qissasini olsa, uning ko'ngli jimidi va u rohatlanib qoldi deydigan aqida bor edi. Hem cahiliyet ahli aşı itiqad, aş aqidada edi. Ularning ichida bir qism İbrahim alayhisalomning dinidan qolib qolgan faoliyatlar bor edi. Ular o İbrahim alayhisalomning dinining hammasi bir butun tashiyotmagan edi. Masalan, İbrahim alayhisalomning dinidan qolib qolgan faoliyatlar Beytullah'ni çoğ bilish, ulug' bilish. Hem Beytullah'ni tavob qilish, haj qilish, umra qilish, Arafat turish, Muzdalifada turish. Andiki maxsus mushu haj faoliyati uchun atgan tugilarni hadiya qilish. Tek mush İbrahim alayhisalomning dinidan qolib qolgan mushu diniy faoliyatlarmi bor edi. Bu faoliyatlar qolib qolgan bo'lsa, bu faoliyatlarga nurg'unlagan bir bid'atlarni paydo qilgan edi. Ularningki shu İbrahim alayhisalomning dinidan qolib qolgan shu qaldiq faoliyatlarga paydo qilgan bid'atlarning qatoridan cho'qim qorayishlar deydi. Biz İbrahim alayhisalomning avlodlari, biz haram ahlilarimiz. Beytullah'ni boshquradigan, Mekke'de o'ltiraqlashgan shu Mekke aholilari biz deydi. Onda qilgan Arablardan bir odamningki bizning haqqimizga o'xshash, bizning o'rnimiz, martabamizga o'xshash, bunda martaba, bunda haq yo'q deb qaraydi. Ular o'zini Humsi deb ataydi. Onda qilganda bizningki bu ihramlı qaltımızdan yoki o'sha haram zamonidan boshqa eninki chorvillari, ening o't yoshlari, xohlagancha ishiltiladigan haramning sirtidagi halol bo'ladigan o'rinlarga chiqib ketishimiz loyiq emas. Kuchab chiqib ketishimiz loyiq emas. Ularning o'zi Arafatda to'xtamaydi, Arafatdan qaytmaydi. Arafatdan bina qaytmaydi. Faqat ular Muzdalifadan qaytdi. Ular haqida Alloh subhanahu va taolo "Summa afidu min hays afadan nas fastagfirullah" degan oyatni tushirdi. Sura Baqaraning 199-oyati. Andikin ular qaytdinglar sizlar odamlar nereden qaytgan bo'lsa, shu yerdan qaytinglar deb qo'sh haj faoliyatlarining o'zidan qaytish to'g'riliq mush ta'limotlarni Allah o'tirib qo'ydi. Mana shularning shu faoliyatlarning qilmishlari to'g'ri emas deb ayblab Allah bu oyatni tushirgan. Mana ularningki mush İbrahim alayhisalomning dinidan qolib qolgan qaldiq diniy faoliyatlarga paydo qilgan bid'atlarning qatoridan cho'qim ular deydi. Mushu haram ahli bo'lgan, Beytullah'ni boshqarish huquqiga ega bo'lgan, mushu Beytullah'ning atrofidagi Makka ahli bo'lgan rumus kishilariga bu sutning o'zini, qaymoqning o'zini manda qo'rtib yeyish ve yağının özüne madak suyuldurup işiltish bu layık bo'lmaydi. Halbuki ular ihram haltidir. Kirmaydir ular madak qiliqqa to'qilma, shundan to'qilgan manda uylarga kirmaydi. Ular agar saydigiz kelib qolsa, saydimaydi, faqatlanki teridan yo'galgan, teridan tikilgan jambon uylarda saydaydi. Ular ihromli holatda bo'lsin. Mana ularning İbrahim alayhisalomning dinidan qolib qolgan qaldiq faoliyatlarga kirgizgan bid'atlarining qatoridan cho'qim ular deydi, loyiq bo'lmaydi.
bu ihramdan chiqqan kishilarga shuki yeydir ular taomdan o'zlari ekkagan taomni ihromli holatidan yana alaqa ihrom bog'lamagan ihromdan chiqqan holatdan ihrom bog'lash holatlariga qadar ekkagan taomini yeyish loyiq emas, to'g'ri emas. Ular haj qilib yoki umrni maqsad qilib kelgan bo'lsa degan e'tiqod bor. Mana ularning Ibrohim alayhisolamning dinidan qolib qolgan qoldiq faoliyatlar kirgizgan paydo qilgan bid'atlarning qatoridan cho'qim ular bu ihromsiz, ya'ni ihromdan chiqqan kishilarni Baytullohni tavof qilmaslikka buyurdi. Qachoniki kasi ular o'zlarining tunji tavofiga kelgan vaqtimiz tavof qilmaydi. Faqat lakin tavof qilsa, shu mustab atalgan shu kishilarning kiyimlariga yo'ginib turib tavof qilishga buyurdi. Mana bu humus degan kishilar odamlarning har bir qilgan qilmishidan hisob etib turadi. Er kishiga kiyimini beradi. Andikin bu kishi shu kishining kiyimida tavof qiladi. Ayol kishiga kiyim berib turadi. Ayol kishi bu kiyimni o'zi tavof qiladi. Agar ular hech narsa topolmasa kelgandek, ular o'zlarining sirtdan kelgan kiyimlarini tashib etib, ular erlar bo'lsa qiyalamash holatda tavof qiladi. Ayol kishi bo'lsa o'zining kiyimining hammasini selib etib, faqat lakin o'zining avratiga yo'g'ilgan bir sanjo ko'sarning o'rnidagi shu kiyimni olib qolibdi. Andikin ular bu ayol kishi shu kiyimida qolgan badanlari yalang'och holatda tavof qiladi. Deydir bu ayol al-yawma yabdu ba'du aw kullu va ma bada minhu fala uhillu. Bugun kunda badanlarimning bir qismlari yokining hammasi oshkorlanib ko'rilib turadi-da, oningdan oshkorlanib ko'rilib qolgan narsaning hammasini men uni halol sanamayman. Men mushu Baytullohni haj qilish uchun mushunga majbur holatda salavatdim, ko'z tutishga majbur bo'ldim. Biz buni halol sanamayman deb she'r o'qiydi. Allah subhanahu va taolo bu shayxda Sura A'rofning 31-oyatida Ya bani Adam'a huzu zinatakum inda kulli masjid degan oyatni tushirdi. Ey odam bolalari, sizlarning chiroyli kiyimlaringlarni har bir sajda qiladigan masjiddan qashig'i kelganda tutinglar degan oyatni tushirdi. Andikin ve ayol kishidan bo'lib qandaq bir odamning o'zi hurmatlik bo'lsa, isil yaxshi bo'lgan bo'lsa, andikin bu kishi mushu haloldir. Ya'ni haramning sirtidan epkagan, ya'ni ihromdan, ya'ni ihromsiz holatda ihrom bog'lashning oldidagi epkagan kiyimining ichida tavof qiladi. Andikin bu kiyimini tavof qilib bo'lgandan tashiydi. O kiyim bilan mayli u kishi bo'lsin, u kishidan boshqa bir odam bo'lsin, uningdan manfaatlanmaydi. Demak, o'z yurtlarida, o'z mahallarida nihoyatda hurmatga sazovor, obro'li, mashhur ayndaq er olsun, ayol olsun, bunday kishilar hajga kelib qolsa, buningki o'zining shu kelgan paytidagi kiyimi bilan tavof qilishga ruxsat qiladi. Mana ularning Ibrohim alayhisolamningki dinidan qolib qolgan qoldiq faoliyatlarga kirgizgan bid'atlarining qatoridan cho'qim ular o'zlarining uyiga shu uyiningki putur ishiklaridan kelmaydi. Ihromli qoldi. Balki ular shu uyning ustun tarafidan tushuk ochdi, aşağıdan kirdi, aşağıdan chiqdi. Ular shu jafo mushaqqatlik faoliyatni yaxshilik deb hisoblaydi. Çoğum onundan Kur'an-ı Kerim to'sib dediki, Sura Baqaraning 189-oyati. Ve leysel birru bi'an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa ve atul buyuta min abwabiha vettaqullaha la'allakum tuflihun. Sizning uylarning usti tarafidan kelganliginglar bu Allohning huzurida bu yaxshilik emas. Lekin yaxshilik sizlar Allohga taqvodorlik qilgan uylarning putur ishkidan darvozasidan
kirgan kishilarning qilgan yaxshilik. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, Allohga taqvodorlik qilinglar. Shunda qilsanglar sizlar dunyo oxiratda najot topsizlar dedi. Mana bu shirk, butga ibodat qilish, vahmi xurofotlarga aqida qilishdan iborat bu diniy aqidalar arab qo'rg'uliqda hukm surib kelgan, umumlashib ketgan bir diniy aqida bo'lib keldi. Yahudiyat dini, Xristian dini, Majusi dini, Sabiy dinlar arab qo'rg'uliqidagi har bir o'ringa qadam bosib kirishninki bir yo'lini topdi. Yahudlarning hech bo'lmadi deganda arab qo'rg'uliqida aks etgan ikki xil bir davri bo'lgan. Birinchisi ularningki Moshu Babiliya, Ashuriya, Moshu Falastinda Moshu Babiliya, Ashuriya azatlık devrede olanın Palestin'e köçüp geliş. Bu mu Yahudların üstüden olan bir besinde peyda olan bu köçeş. Onların şehirlerini haraplaştırış, onların heykellerinin veyran buluşları, Padişah Buxtinasser'nin kulu arqırıq. Miladiden burun 587 yılı. Onların köpünçülere Irak'ın Babil degan şehirge esir kılıp ektildi. Onların bir kısımları Palestin şehirlerinden Hicaz zamanına köçüp gitti. Hicaz'ın şimali taraflarında yerleşti. Mana bu Yahudlarning mana mushu köçeş harekatlarida mush Yahudiyat dinininki Arab qo'rg'uliqi singib kirishiga bir yo'l hozirlangan. Ikkinchi davra Rumluqlarning Falastinni ishg'ol qilishidan boshlanadi. Milodiya 70-yil Rumluq Titisning rahbarligi bilan Rumluqlarning Falastinni ishg'ol qilishidan boshlanadi. Mana bu Rumluqlarning Yahudlarga qilgan besimidan paydo bo'ldi. Heykellerini haraplaştırış, onu vayron qilishdan. Shu kelib chiqdiki, bir qancha Yahudi qabilalari Hicaz zamoniga ko'chib ketdi. Yasrabda, Xaybarda, Tima degan o'rinlarda o'ltiraqlashdi. Mana bu o'rinlarda birmuncha kanitlarni, qal'a va qo'rg'onlarni paydo qildi. Yahudiyat dini bir bo'lak arablarning orasiga taqaldi. Shu ko'chma Yahudlarning köçüp geliş yolu arqılıq. Mana bu Yahudilarning İslam barlıq gelişinin azraq ilgiriki siyasi hadislerde tilga ilindiğen alayda bir ahvalları bo'lgan. Hem İslam meydanga kelgan dastlabki mezgillerde yuz bergan mushu siyasi hadislar tilga ilindiğen alayda ahvalları bo'lgan. Yani İslam kelgan vaqtida meşhur Yahud qabilalari o olsun Xaybar Yahudları, Banu Nazire, Bani Mustalaq, Bani Qurayza, Bani Qaynuqa degan meşhur Yahudi qabilalari bor edi. Mana bu dağınıq tarixshunos Samhudi shuni tilga olib o'tdi. Mushu Yasrabga, mushu arlab, mushu vaqt azraq mezgil arlab o'tgan bo'lsa-mu, mushu qadam mush Yasrabga tushgan Yahud qabilalarining soni 20 dan oshadi deb tilga olib o'tgan. Mana Yahudilar Yamanga qadam bosib kirdi, Tubban Asad Abi Karb tarafidan. Mana bu Tubban Asad Abi Karb bu Yasrabga bu urush ochqich bo'lib kelgan edi. Hem şu Yasrabning o'zida Yahudiyat dinini qabul qildi. Hem Bani Qurayz qabilasining bo'lgan ikki Yahudi olimini Yamanga eltdi. Ondan keyin Yahudilar bu Yamanda nayta kengayishga tarqalishga boshladi Yahudiyat dini. Yahudiyat dini Yamanda kengayish tarqalishga boshladi. Mana bu Tubban Asad Abi Karabdan keyin Yamanga onun oğlu Yusuf Sunavas vali oldu. Mana bu Yusuf Sunavas Necran ahlidan bo'lgan Nasara dindagi Nasaralarga hujum qildi. Ularning o'zini Yahudiyat dinini qabul qilishga chaqirdi.
Mana bu Najran ahlidan iborat bu Nasara dinidagi kishilar bu Yahudiyat dinini qabul qilishga urinmoqda. Ularga xandaklarni ko'lab, o'raklarni ko'lab, ularni shu o't bilan kuydirdi. Hem bu Yusuf Zunnavas ayol, uşak balalar, kichik, cho'ng, kichik deb ayriladi. Diledir cho'qim mushu o'rakning ichida o't bilan kuydirilib o'lib ketgan kishilarning soni 20 ming bilan 40 ming oralig'ida bo'lgan deb tarixchilar tomonidan shunday deyilgan. Mana bu voqealar milodiya 532-yili oktyabr oylarida yuz berdi. Ularni Alloh taolo Qur'oni Karimda so'rab burujda tilga oldi. Bu vaqtda deydir Qur'oni Karim helak qilinsin, la'nat qilinsin hudud o'rak ekinlari. Ya'ni yaqilg'i egi bo'lgan o't ekinlari. Bu vaqtda ular shu o'tning ustida o'tning ustun o't kuyayotgan odamlarga qarab o'tdagidir. Halbuki ular o'zlarining mu'minlarga qilayotgan bu qilmishlariga shohid bo'lib, hozir bo'lib o'tdagidir. Mana mushularga la'nat qilindi deb mushu so'rib borujda tilga olgan o'rak ekinlari shu. Ammo mush Nasara diniga kelsak, bu Nasara dini, Xristian dini Arab quruqligiga qanday singib kirgan bu haqda to'xtalsak, cho'qim bu Nasara dini Arab ellariga Habashiyliklarning ishg'ol qilishi ham bir qism Rumliklarningki avatgan o'maklari yo'li orqali keldi. Milodiya 340-yili Habashiyliklarning Yamanni tunji qatim ishg'ol qilishi bo'ldi. Lekin bu ishg'oliyat uzunga bormadi. Mana ular Yamandan 370-yili bilan milodiya 378-yili mushu 2 yil oralig'ida qanday qildi? Mush yil oralig'ida qo'g'lab chiqarildi. Lekin cho'qim ular Nasara dinini taqitishga bu izchil rag'batlantirib, natijalar faoliyatlarni ipadi, uning uchun qattiq tirishdi. Mushu ishg'oliyat oralig'ida duolari ijobat qilinadigan bu alohida bir karomat egasi bo'lgan bir zohid bir odam yetib keldi. Uning ismi Pimyon. Bu Najronga yetib keldi. Hem ularning o'zini Nasara diniga chaqirdi. Kishilar uning da'vatini qabul qildi, Nasara dinini qabul qildi. Ular uningga rostlik alomatlari, uning dinining rostligini ko'rgan vaqtida Nasara dinini qabul qilgan. Habashiyliklar Yamanni 2-chi qatim milodiya 525-yili ishg'ol qildi. Mana bu Zunnavas ham bu Yahudiyninki o'rak Najran Nasaralarni ko'ydirishdan iborat bu jinoiy qilmishlarga qarata bir jazolash, qaytirma bir zarba sifatida yana bir qatim Yamanni Habashiyliklar ishg'ol qildi. Hem Abrahatul Yaman hukumatlaridan bu Abrahatul Ashrum degan kishi Yaman hukumatlaridan hokimiyat o'rinlariga o'rinlashdi. Hem Nasara dinini taqitishga boshladi. Nayda zo'r aktivlik bilan keng doirada. Hattoki buning aktiv faoliyatlaridan shu darajaga yetdiki, u Yamanning o'zida uning xiyoli bo'yicha bir Ka'bani yasab chiqdi. Arab hojilari shu Abraha yasagan shu Ka'baga Arab hojilarini qaytarishni iroda qildi. Mekke'dagi Allohning baytini yiqitishni iroda qilib, andiki Mekke'ga pil hujumlarini qo'zg'adi. Uni Alloh taolo dunyo va oxiratda ig'ir jazolash bilan tutdi. Mana bu Nasara dinini asosan arablar qabul qildi. Ham Tag'lab va Tayyi qabilalari undan boshqa Rumliklar qo'shilib o'tgan rayondagi arablar qabul qildi. Belki bu Nasara dinini bir qism Hirat podshohlari, amaldorlari qabul qilgan.
Ama bu Arap yerim arlığa Araplarning ichiga bu Majusiyat dini qanday singib kirgan degan ahvolga kelsak, amma Majusiyat dini bu Parislarga qo'shilib o'tgan Araplarning ichida bo'lgan mushu Majusiyat dini bo'ldi. Hem mushu Iroqdagi Arablarda, hem Bahraynda, Bahraynning Ahsa degan o'rinlarda, hem Hajar ve Hajarga qo'shilib olgan shu rayonlarning o'zida, ya'ni Arab dengiz orallaridagi rayonlar da bu Majusiyat dini bo'ldi. Hem bu Majusiyat diniga Farslarning ishg'ol qilgan zamonasida Yamandan bir kishilar din tutdi, ham uning bo'ysunib keldi. Ama Arab qo'rg'uligida Sabiya dini qanday taqalgan desak, bu Sabiya dini yulduzlarga ibodat qilish, hem ma'lum bir o'rinlarga yulduzlarning kelishlari haqida e'tiqod qilish, hem yulduzlarning hem kishilarning hayotiga ta'sir ko'rsatishi, hem yulduzlar koinotlarni boshqardi degan aqida e'tiqod bilan farqlanib turgan bir din diyonat. Moşu Irak ellerinde, onundan başka şu Arap rayonlarında məxsus tekşürüş hizmetlerine ilip bağlan, arkeologiya hizmetlerine ilip bağlan, moş arkeologiya hizmet gruplarınınki bayqıgan məlumatlara şununla başlap koydu. O Sabiya dini İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi kildallıklarınınki aqida qilib kelgan, tutib kelgan din diyonati bo'lgan deganni xulosaladi. Mana bu dinga nurg'unlagan Sham ahlilari, Yaman ahlilari Iroq zamonlarida bo'ysunib kelgan edi, shuni din tutib kelgan. Endi bu yangi dinlar, ya'ni Yahudiyat dini, Xristian dinidan iborat bu yangi dinlar oqidan uzilmay kelgandan keyin bu Sabiya dinining aqida e'tiqod qurilmalari bu acizlaştı. Onun faaliyetleri öçüp kaldı. Lakin hemişem kişilerin içinde moşu din diyanet ehlilerden bir kaldık kişiler devamlaşıp geldi. Bu Majusiyat dini bilen arlaşıp geldi. Yaki olağı koşulub otlağın muş Arap Aral deniz boylarında ve Irak'taki Arapların uzun koşulub otlağın kişilerde tamamlaşıp geldi. Hem bir kısım Arapların içinde bu zindiqlik bo'lgan bir kısım aqidalar mevcut oldu. Hem bu zindiqlik aqidasi onların o'ziga Hirat yo'li orqali yetib keldi. Hem bir kısım Qurayshlarda bu zindiqlik aqidasi taqa ularninki tijorat so'zsat yo'llari orqali Farslar bilan aralashib natijasida bir kısım Qurayshlarning ichida bu Sindiq aqidasi mavjud bo'lgan. Endi biz mo'shu islom barliqqa kelgan davrlarda Arablarning umumiy diniy ahvoli haqida qisqagina xulosalab to'xtalib kelsak, mo'shu din diyonatlar o'zi islom kelgan vaqtidagi Arablarning tutib kelgan din diyonati edi. Mana mo'shu din diyonatlar nurg'unlagan chirkinlashish, axloqiy jihat chiriklik, aqida jihat chiriklik ham insonni halokatga olib boradigan nurg'unlagan halokatlik yo'llariga yetkazdi. O'zlarini Ibrohim alayhissalomning dinida da'vo qilayotgan mushriklar, ular Ibrohim alayhissalomning shariatining o'tirib qo'ygan buyruqlari, cheklamalaridan jiroq edi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı hep kelgan isil adab, axloq, fazilatni taşıvatkan edi. Ularning içinde günah, ma'siyatlar ko'paydi. Ularning içinde uzun zaman muş putperestliklerde peyda bo'layotgan muşu adetler, an'ana, örfler peyda oldu. Mana bu dini xurofat eqimida menib turadigan an'ana örf odatlar paydo bo'lgan. Mana bu an'ana örf odatlar bu Arablarning ijtimoiy, siyosiy, dini hayotiga sur ta'sirlarni ko'rsatdi.
Ama Yahudiyet diniga kelsak, bu Yahudiyet dini bu riyoxo'rlikqa ham mutlaq hokimlik, yana kishilarning ichida hukm suradigan hokimlik o'rniga o'zgardi. Ham bu Yahudiyet dinining boshliqlari bu Allohni qo'yib turib Rabbga aylanib ketdi. Ular kishilarning ichida hukm qiladigan, ularning o'zini hattoki xiyoliga kelib qolgan, hattoki ig'izlari, kalpuklari mushu mo'ldirlatgan nasldan tortib hammasini hisob oladigan, so'roq qiladigan kishilarga aylanib qoldi. Va ular o'zlarining butun maqsad muddaosini mushu iqtisod va boshliqlik nasibasiga erishish qildi. Agar din zoya bo'lib ketsa-mo, dinsizlik kufrlik tarqalib ketsa-mo. Ham Allohning qiziqtirib kelgan ta'limotlarga sal qarash, har bir shaxsni eni muqaddas bilishga buyurgan Allah va ening Alloh qiziqtirgan ta'limotlarga sal qarash bo'ldi. Ammo Nasara diniga kelsak, bu Nasara dini tushunish qiyin bo'lgan bir butparastga qaytib ketdi. Hem Allah bilan inson o'rtasida ajoyib bir aralashmani paydo qildi. Mana bu Nasara dinininki mushu dinni din tutayotgan arablarning vujudida haqiqiy ta'siri bo'lmagan. Nimishqa deganda bu Nasara dinining ta'limotlari ular ko'nab ketgan bir turmush shakldan jiroq bo'lganligi uchun. Hem de bu Araplarımı da bu Nasara dininden yüzünü pek jiroq tutuşquma taqa qadir bo'lib bo'lmagan. Mush arliq deydi. Ammo qolgan Araplarning din diyonatiga kelsak, bu qolgan bilak rayonlarda yashayotgan Arab ahllarininki umumiy ahvoli shu Makka mushriklari bo'lgan, shu Makka atroflaridagi Arab Qurayshlarning aqida qilib kelgan din diyonat ahvollariga o'xshaydi. Ularning qalblari, ya'ni e'tiqodlari o'xshab ketdi. Ularning aqidalari uzilmay oqoqidan kelib umumlashdi. Ularning an'ana urf odatlari bir-biriga o'xshash, bir-birini qo'llaydigan bo'lib ketdi. Bizning bugungi darsimiz inshaalloh oyoqlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.